Assalomu alaykum, hurmatli podpishchilarimiz, musofir yurgan aka opa singillarimiz. Bugungi videoroligimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani To'rtko'l bozoridan lokatsiyasi zo'r yerdan sizlarga do'kon topib qo'ydim. Do'konimiz arendaga beriladi. Adresiga keladigan bo'lsak, Lobaporoddan girib kelgan yeringizda, bu yon tarafingiz bozorning Gunchqa darvozasidan girib kelgan yeringizda Osiyo mebelning ikkinchi etajida bo'ladi. Videoni ko'rsatib o'tamiz. Videoda xato kamchilik kelishini albatta uzr so'raymiz. Obuna bo'lsangiz, obuna bo'lib, bir like'larni bosib, qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rab qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli podpishchilarimiz. Bugungi videoroligimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida bozorida bo'ladi. Lokatsiyasi zo'r yerdan do'kon arendaga ijaraga beriladi. Do'konimizni ko'rsatib o'tamiz. Amirlari malarki, oboy bosilgan. Uzunligi do'konimizda 20 metra 8 metr bo'ladi. Yo'tqalazi patologlar ham ishlangan, ham yerlari, oynalari chiroyli etib ishlangan. Ekranda telefon nomeri qoldiramiz. Ijarasini egasi bilan gaplashib kelishib olaverasizlar.